Hürmetli televizyon köygüçüler. Bir adam başkalarının yardımıga erişkende nait hoşal buldu. Lekin başkalarına yardım kılgan çağda hoş bulduğun adamlar var. Hem hoş bulmaydıgan adamlar buluş mümkün. Bu belki şu adamın içki dünyası bilen münasebetlik. Biz bugün bizning cemiyetimizde sahavet işleri bilen şug'ullanıp kişilerin alaydı hürmetiga erişken bir necha şahs teklif qildik. Biz ular bilan birlikte sahavet işleri haqida bir meydan mulohaza qilib berishni muvaffaq ko'rdik. Bugungi suhbatimiz teklif qilgan mehmonlar cemiyetimizde Mehribon Onalar kollektivini qurib, hem shularga vakil bo'lib, jamiyatning diqqatini qo'zg'agan, hem ta'sir qo'zg'agan shaxs Rayhon Qosim. Suhbatimiz teklif qilgan yana bir alayda mehmon bir necha yildan beri Urumchida sahavatchi otalar kollektivini qurib, hem bu kollektivniki ishlarini tashviq qilib, jamiyatning alayda diqqatini tortgan shaxs Hasanjon Abdurahmon. Bugun suhbatimizning yana bir alayda mehmoni Urumchi shaharlik Ma'rif tadqiqot markazidan Tursun Hasan. Bugün bu va'dani amalga oshirmoqchiman. 30'umuz 3000 bulduk Abdunum rayonumuz boyunca. 10 koyluq tamakanın derecesini 3 koyluq tamaka o'zgartdik. Qanchalik pul kelsa mayli sizlarni o'qitishga xalqimiz rozi. Bizning jamiyatimizning taraqqiyoti bizni bir nuqtaga qarab ilgarilashga undayapti. U bo'lsa-mu jamiyat taraqqiyotining eng oxirgi nuqtasi nima degan masala. Menimcha jamiyat taraqqiyoti cho'qim bizni jamiyatda o'zaro mehr muhabbat taraqqiyotini ilgari surishniki bir zaruriyatni bizga his qildiryapti deb o'ylayman. Mushu nuqtadan qaragan chog'da biz Rayhon apay siz bilan mening bilishimcha biz ko'ngillik so'z programmasida 5 yildan keyin qaytib ko'rishdik. Shunday bo'ldi. Mening bilishimcha biz 2006-yili o'sha ko'ngillik so'z programmamizda bir ko'rishgan edik. Bu chog'da siz mamlakat bo'yicha 10 mashhur onaning birisi bo'lgandingiz. Siz bilan shu suhbatni olib berishdan burun meniki shu 5 yil ilgari ko'ngillik so'z programmasida degan bir va'dam esimga kelyapti-da. O va'dani men demay siz desangiz deb baqsangiz bo'ladimi? Vaqt 2006-yili men mamlakat bo'yicha 10 mashhurlarning birisi bo'lib kelganda o'sha ko'ngillik so'zda ishlab men 68 yosh vaqtim o'tdi. Shu vaqtda siz 68 yosh emas, siz hozir shu 30 necha yosh kirgan bir yoshda ko'rinasiz deb bo'lib, yana 2 yilda 70 yoshligingizni qilamiz dedi o'xshaydi kulishib emas. 70 yosh kirganingizda men yo'g'on bir nima tortni kelib sizni men o'zim tabriklayman degandingiz. Bu va'dani unutib qolmadim, lekin ayni vaqtda men ishga o'qish ketib qoldim. Shu sharoitlar tufayli men bu va'dani amalga oshira olmay qoldim. Lekin bugun bu va'dani amalga oshirmoqchiman. Boy aytib qoldingiz, yo'g'on tortning birini beraman dedingiz deb qoldingiz. Lekin tunugun biz zakaz qilgan tortxonada bak yo'g'on tort yasa olmaydi ekan. Shunday bo'lsa-mu biz kichik bo'lsa-mu bir tortni bugun sizningki tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat. Meningcha siz uchun qaysi kun bo'lsa o'xshash tug'ilgan kuni deb qarayman. Chunki siz nurg'unlagan farzandlarningki onasi. Rahmat. Rayhon apay, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi meniki bilishimcha Rayhon apay hozirgacha nurg'un shon sharaflarga natijalarga erishdi. Yana bu yaxshi ish qilish orqali. Menimcha bu dunyodagi eng chong g'alaba muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Yaqinda siz yana 30 yildan beri Jungoda balla paravonligi sohasida Jungoni ta'sirlantirgan ona bo'ldingiz. Undan boshqa yana nurg'un natijalar bor, nurg'un tuhfalar bor. Eng dastlabda Rayhon apay nurg'un ballarni oilasida beqib olgan. Endi Hasanjon aka sizniki ishni qanday boshlab qolganingizni bir anglab baqsak. Mening bu xayri sahavat ishni boshlashimga yeni turk bo'lgan, yeni Rayhon apay. Rayhon apay mening boshlang'ich maktabdagi sinf mudirim bo'ldi. Men shu 2002-yili televizorda Rayhon apayning mush pensiyada chiqibmi 30 mehribon tashkillab shu har millat o'smir bolalarga xayri saxovat ishlarini qilayotganligini ko'rib intayin ta'sirlandim. Shundaqla o'z-o'zimga mening ustozim yoshinib qilib damla chiqqan bo'lsa-mu, shu xayri saxovat ishini qilib Mehribon Onalar kollektivini quribdi. Nima uchun bizda saxovatchi otlar yo'q degan nasqallarga keldi. Rayhon apayning shu mehr muhabbat yetkazish faoliyatlariga nurg'un qattim birga qatnashdim. Shuning bilan atrofimizdagi aloqalarim, do'st birodarlarimga tashviq qildim. Shu jarayonda men birinchi bo'lib aroq ichishni tashildim.
Burun 10 ko'yluk tamaki chekdim. Ama buni ko'ngillik so'z bo'lgan ekan, ras gapni desam bo'ladi. 10 ko'yluk tamakining darajasini 3 ko'yluk tamaki o'zgartdim. Hozir men 2003-yildan boshlab hozirgacha mening bir sandig'im bor. Kunda 7 ko'yluk pulni salaman. O'rinsiz so'rinlarga bormaydigan bo'ldim. Şuna siz resmi bu faoliyatni 2003-yildan boshladingiz, shundaqmi? 2003-yildan boshladim. Meniki anglashimcha siz ayni vaqtda shu tunji qatam shu ishni boshlagan chaqda o'zingiz yig'ib qo'ygan 150 ming yuan shu mashina oldigan pulingizni ishlatibsiz. Shundaqmi? Hatto buni ayolingizga deyamay uzun mazgil yuribsiz. Meni tularda xayriy soha jamiyat ishlaydi deydi. Amaliyotda men Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik ittifoq komiteti yetakchiligida Xinjiang o'smirlar gazetida ishlayman. Hisobda bir umr yiqqan pulam desem bo'ladi. Ham uyni bu oilaning bir ishlari bo'ldi. Shuning bilan 2006-yil men pravagan o'qib, 3 oy o'qib, shuning bilan 2007-yilga kelgandan ayolim dedi, "Mashinani olmamsiz" deb. Demedim, "Ana mana" deb. Keyin anasi dedim. Mustaq pulni mush xayriy saxavat ishga mustaqil o'tinsam, ayolimni ta'sirlandi. Menga desangiz mamdi bu deb. Endi Rayan opay sizga qancha yil bo'ldi? Endi hozirgacha men o'zim shaxsan qilganim 15 yil bo'ldi. Lekin bizning Mehribon Allahning tashkilliginimga ba'zi 10 yildan oshdi. Hozirgacha masalan siz cho'ng joydan qanchada, umumiy joydan qanchada, qanchalik bolaga, qanchalik darajadagi yordam qildingiz? Mushu tashqat bilan bizning 30 anning atrofida hozir 30'imiz 3000 bo'ldik avtonom rayonimiz bo'yicha. Endi bizning yordam qilgan balamiz hozir 1780 ga bor. Bizga mushu 1780 balaga 1 milliondan ortiq pul ketdi. Bu nereden keldi? Butunlay saxovatchilardan. Bu uchurni hozir angladik. Ya'ni siz Rayan opayning o'quvchisi ekansiz boshlang'ichdagi. Shundaqmi? To'g'ri. Rayan opay shu topda siz balkim Hasan Jikamningdan farqlanishingiz mumkin, ha? Bir o'qituvchininki ta'siri ruhiy balkim bir odamga bir umr bo'lishi mumkin. Yani siz pensiyaga chiqqandan keyin o'zingizni o'quvchingizni yana ta'sirlantirgan, ha? Endi saxovatchi otlar hozirgacha qanchalik bolaga, qaysi xilda yordam qildi? Hozir yordam qilgan oliy maktab o'quvchilari 150 dan oshdi. Yordam qilgan naqd pulimiz 3 milliondan oshibdi. 3 million. 3 milliondan. Bizning saxovatchilar hamda mush Sichuan yatavergandimi naq maydon 500 ming pulni qilib berib kelganlar va biz ham shu tabiiy ofatlardan masalan Altayning qora putvasun, kalpindi yataversin, yaqinda To'qistarada yatavergan hammasiga biz o'zimiz berib, o'z qo'limizda xalqimiz ofat uchirgan qarindoshlarimizga berib keldik. Qanchalik saxovatchi oti bor? Saxovatchi otlar 150 ga bordi. 150 ga bordi. Lekin saxovatchi otlarni hamda har qaysi kasbchilar o'xshamaydi. Masalan organ xizmatchilari, qonun o'rinlari, hatto Navoiy muzda zalida tippa. Balayu çoğunlar olup ikiz adamın ayağını, kış yazlık ayağını kolda tikip teminletimiz. Xeyri saxavatga bunun çoğun kichik bo'lmaydi ekan. Mush ballımı hazır mushu bizden bir azaq o'ziga ishiga ish haqidan foyda olib bersak, shu ish haqidan olib turibmi? Yana xeyri saxavat sebiga qatnashmada iltimos qilayotgan balla bor. Mush balla haqsiz kuch chiqaryapti. Ba'zi kuchi valla kuch pul valla pul chiqarsa bu nimdege yaxshi oldu. Her qanday bir adamniki o'sha xeyir saxovatga bir kishilik o'zining tövbesini qo'ysa deydigan umidim bor. Tursunka siz shu saxovatchi otlar jamiyatining bosh maslahatchisi ekansiz, shundaymi? Demak, hozir siz shu organninki yaqinqi shu qilgan ishlarini bağlab boqamsiz. Cemiyetimizden karanlık bulunuşqaqlarida bizga moddiy jihatdan ehtiyojlik bo'lib qolmay, ma'naviy jihatdan ehtiyojlik bo'layotgan nurg'unlagan sabiy balalar, nurg'unlagan mehribon onalar, nurg'unlagan oilaning to'rgi sifatida oilaningki eg'ir yukining uddasidan chiqaman deb tirikchilik ko'rsatayotgan, ammo qiyinchilik tufaylidan muhtojlik chiqib qolayotgan odamlarning borlig'ini men his qilib qoldim. O'tgan yili Şinjan'ın qaysi joylardan bo'lib 28 bola biz bilan aloqalashdi. Bu bolalarning hammasining qo'lida oliy maktabga yuqori numr bilan o'tgan aloqa qog'ozi bor. Ammo onun töpegi yozilgan iqtisod bu bolalarni o'qish huquqidan mahrum qoldirish oldida turibdi. Bu bolalar cho'qim o'qish kerak. Ular jamiyatda tegishli o'rniga erishish kerak, yashash kerak. Haqiqatan bu bolalarga yordam qilmasak bo'lmaydiganligini biz his qilib, 28 bolaning qo'liga pulni naqlashtirib biz oliy maktabga yo'lga soldik. Ammo biz ishkilanmay shunday va'da berdik. Kelajili sizlarga yana biz bor. Jamiyatimizda nurulgan mehribon Allah, saxovatchi otalar sizlarga mangu yordam qilishni xohlaydi.
Ular sizlarga o'qish orzusi bor. Chuqur millatga, vatanga, davlatga yaronli odam bo'lish e'tiqodi va iqtidori bilan yashayman deb mundaq talpinayotgan sizlardek sabiy qalblarga ular o'zining qalbini yurgidan chiqarib qanchalik pul kelsa mayli sizlarni o'qitishga xalqimiz rozi. Sizlar chuqur yaxshi o'qib keta olasizlar degan va'dalarni berdik. Sizlarniki shu iltimosimni qabul qilishinglarni. Bak hoş bulduk. Biz qabul qilmizda. Moddiy saxovat qilgan chog'da ma'naviy saxovatni usto'rin qo'yib. Yerden berayotgan barcha saxovatchilarga yana bir qatim chin ko'nglimdan rahmat etkim keladi. Yaqında biz ekranda ko'rdik, Jang Chunjan shu siz bilan ko'rishdi, ya. Ko'rishib sizlarga yuqori baho berdi. Menimcha bir odamning qilgan amgiga tatgan javr jafolari shunday bir e'tirof qilishga erishgan chog'da odam alaydi hissiyati bo'lishi mumkin. Balkim sizning shu chog'dagi hissiyotingiz intayin alaydi bo'ldi. Xuddi o'zim shu 70 yoshga bo'lgan bilan lekin 30 yoshdagi bir holatga kelib qolgandek bo'lib qoldim. Chunki butun badanimda bir xo'shallik ham bir yangi bir qaytadan bir adam, yangi bir adam bo'lib qolgandek bo'lib qoldim. Jang Chunji bizga shunda dedi, biz 10 yil kechikdik deydi. Biz 10 yil hozir qilayotgan ishimizni bu mehribon onalar o'zining ozroq maoshi bilan 10 yilning oldida qildi. Demek bular bizga uygu ko'rsatadi dedi. Endi bu odatga gap emasda bir avtonom rayonning shujisi bo'lgan adam bizdan o'g'iniman, bulardan o'g'ininglar davosa biz u yerda qandaq nima deyishimiz mumkin. Bizning butun qilgan ishimizning xulosasi chiqdi deb o'yladik. Shuna birga mening bilishimcha shu qatimliq xabarda Jang Chunjan shuji o'ziniki saxovatchi oti bo'lganligini o'tirib qo'ydi, ha. Mehribon ota bo'laman dedi. Mehribon oti bo'laman dedi. Mehribon oti bo'lish uchun Hasan Jikamlarning qo'shiniga qo'shilish kerak, shundaymi? Sizlar qabul qilamsizlar? Voy, biz bak hoş bulduk. Biz qabul qilmizda. Yani aynı vaqtda Jang Chunji mening bilishimcha o'zimni pul yoni Shu kuni bizga ochiq dedi. Endi biz bular kichikkina maoshi bilan shunchalik qilsa, bizmi mehribon ota, mehribon onalardan bo'layli. Men bugundan boshlab mehribon ota bo'lib, o'zimning maoshidan 6 ming qo'y, hukumatdan 100 ming qo'y yordam qildim. Sizlarga masalan saxovatchi oti bo'lish uchunmi ma'lum iltimos yozib tasdiqlangandan keyin kiradigan shu ekan. To'g'ri. Bunaqa odamning hammasini qabul qilmadi. Qam nima deb desa, endi bu xayri saxovat ishi nihoyat pokis, halol, lillalikni qalaydigan ish. Saxovatchilarning tegini aniqlaydi. Sen saxovatchi bo'lmay bo'lsang, oilangga vafada avol. O'zingning ayol, balalarga yaxshi qara, qaynotang, qaynopalaringga yaxshi qara, ota-onangga ruhtu qol. Uningdan eshinsa, qishim kel. Biz o'zini ko'z uchun saxovatchi bo'lganlarni biz asosiyatdan bizni o'qimadik. Meniki bilishimcha senki saxovatchi otlarningki qatoriga kirishning oldidan cho'qim bir iltimos yozdi ekan. Iltimos yozdi. Andikan saxovatchi otlarningki mas'uli, ya'ni sizlarningki kollektiv tasdiqlaydi ekan. Hayati bor. Hayat tasdiqlaydi ekan. To'g'ri, hayatlar. Tasdiqlagandan keyin saxovatchi oti degan shu sizlarningki kollektiv kirgandan keyin benim alışımca ayda 100 koydun bedel pul topşırdı ki. Bu programda işleşni oylaşkan çağda demek sizlerdeki şu xil tertibinglarni anlagandan keyin ben bu şu saxovatchi atlar qatoriga kirishni iltimos qilishni o'yladim, ha. Meniki bu iltimosim bilan birga bizniki shu programmamizni qo'llayotgan yana bir aylanma bu iltimosni qildi. Men ikki xil iltimosni o'qib baqsam. Sizlarniki ismim Umidqani, ha. Er Uyg'ur. Xinjiang televiziya stansiyasida ishlayman. İlgari saxovatli atlarning jamiyatimizning har qaysi sohasida nurg'un o'quvchilarga va ojiz meyiblarga izchil yordam qilib kelayotganligini anglab, nayt ta'sirlandim. Ham bu sababga qo'shilish orzuyim nayt kuchaydi. Lekin o'qishga ketib qilib qo'shila olmadim. Hamda mazkur kollektiv qo'shilib saxovatchi atlardan bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Qabul qilishinglarni so'rayman. Qarşıladınız. Ayda 100 koydum bedel pul topşırdı ekan, shundaymi? Ben shunga Ma 600 koyni 6 aylık bedel pul deb topşırsam. Meniki bu xabarni anglagandan keyin saltanat kiyimlarininki direktori umu saxovatchi atlar qatori qo'shilishni orzu qilib, umu iltimosini yozib berdi. Sizlarga o'qib bersam, ha. Mendiki Mamtili Abdurahim, saltanat kiyimlar shirkatining direktori. Men Umidkamdan bu programmaninki xabarini o'qib, ham saxovatchi atlarning necha yillardan qilib kelayotgan ish faoliyatini anglab, nihoyat ta'sirlandim. Ham o'zimning shu saxovatchi atlar qatoridan o'rin olib, jamiyat uchun ozroq bo'lsa-mu yaxshi qilishni orzuyim tug'ildi. Sizlarning qabul qilishinglarni umid qilaman. Az bo'lsa-mu 2000 yuan ko'nglim. Saxovat atlarga qabul qilishni umid qilaman. Ma u 2000 yuan. Mening iltimosim bilan Mamtili Abdurahimning iltimosini
tasdiqlamsizlar. Tasdiqlab bo'ldi. Tasdiqlan bo'lsanglar, Muborak bo'lsin. Qo'lni qo'yib Qo'l tushib, o'sha qilamiz. september bir kishi Oxirigacha. tasdiqlashimizni umid qilamiz. oxirigacha tirishaylik. Hozir bizga ko'proq kelayotgani mush to'y to'kinlar deganlar, o'rimi deganlarni yo'qotdik. Uning pulini kelyotdi. Ana keyin o'lim yetimlarda 3ni qilib 7sini 40ni yilini bizga kelib beryapti. Undan boshqa burun shu o'limlarda oqlarni shundoq chiqsalar necha yuz odamga. Hozir faqat uy egisidan boshqalarga sanmay, shuning oqning pulini bizga kelib beryapti. Ammo mushta bo'lgan ekan, endi oxir bo'lib nima bo'ldi desangiz, bu aroq qo'ymay to'y qilish bir yangi kayfiyat paydo bo'ldi. Endi biz o'zimiz tutmay shu saxovat jamiyatidagi nimaga qo'yamiz, bankka qo'yamiz. Qachon qayerda bir ish bo'lib qolsa, shu yerdan ep olib ketishimiz. Bizniki qila oladigan ishimiz nihoyat oddiy, ha. U bo'lsa-mu boy aytgandek nihoyat oddiy ham nihoyat kichik ishlar. Lekin meningcha biz bir narsani cho'qim butkul jamiyat o'ylash kerak deb o'ylayman. U bo'lsa-mu meningcha saxovat mavjud emas, o'rin yo'q. Saxovatning cho'ng kichigi yo'q. To'g'ri. Meningcha jamiyatning har qanday bo'lin qushqoqlarida boshqalarga bo'lgan mehribonlik, kuyimchanlik, saxovat ishlari har vaqt mavjud deb qarayman. Bu har bir odamningki qalbi bilan munosabatli ish deb qarayman. Balkim sizlar bu xizmatni qilish jarayonida bu masalani texmo izchil his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Men moddiy saxovatga qaragan chog'da ma'naviy saxovatni ust o'rin qo'yman. Chunki ma'naviy saxovatning qudrati nihoyat ulug'. Uning insonning qalb dunyosiga singib kirib, insonni uyg'otib, yushurin iqtidorini qizib, o'zining odamiyligini tepilishiga, odamiyligini his qilishiga ko'rsatgan ta'siri nihoyat zo'r deb qarayman. Bu pul bilan, ozgina pul bilan, ozgina moddiy jihat yordam bilan muhtojlik qolgan odamning qiyinchiligini uzil-kesil negizdan hal qilib ketgani bo'lmaydi umi. Uzil-kesil negizdan hal qiladigan odam yana shu odamning o'zi. Biz faqat usab qolgan odamga bir tomchi suvni bera olamiz xolos. Oxirigacha usuzlik berib keta olishimiz notayin. U oxirigacha usuzlikni yana o'ziga tayin tepish kerak. Bizning nishonimiz moddiy oldida uning moddiy iqtisodiy jihatdagi qiyinchilikni qilib qolmay, uning qalbini yo'rtib, uning hayotlik yo'lini ko'rsatib berish. Odam tarbiyalash bizning maqsadimiz. Demak, bu yerda meningcha oldidan boshqalarga yordam qilishni o'ylagan odamningki o'zi oldidan u boshqalarning qalbini tushundigan odam, ha. Boshqalarningki ojizligini, boshqalarningki muhtojligini tushundigan odam. Nima uchun bir odam boshqalarga yordam qildi? Bu yerda bir selishtirmani aytmoqsa, boy Hasan akam aytdi, o'ziniki mashina oladigan pulni kishilarga saxovat qilib beribdi, ha. 150 million pulni. Demak, bu yerda Hasan akam shu pulni haqlarga berib o'tishdan balki mashina olgandimi cho'ng'ar xo'shalik erishish mumkin. To'g'ri dedingiz. Salomatligim yaxshi o'tdi. O'sha nuqta qaragan chog'da Rayon apay sizningki bu xil ro'yingiz texmi, bu xil tajribangiz texmi ko'p bo'lsin. Sizning mushunda hozir 70 yoshga kirib mushunda yosh sog'lom, jushqun turishingiz balkim sizningki jamiyatdagi mushu xil mehr-muhabbatning ichida yurganligingiz bilan bevosita munosabat bo'lishi mumkin. Shunlashqa men hamda mana boy siz degandek mushumi mening o'quvchim. Mushuning mushunchilik mening ishimdan ta'sirlanib, mush otlarni boshlab mushunchilik yo'lga kirgani meni uchun xo'shallik emasmi? Albatta men uchun xo'shallik. Shunlashqa men mushu munosabat bilan mushu otlar qatnashayotgan Tursun muallimdek boshqa otlarga, shundaqda jamiyatdagi mushlarga bizga hamma tarafdan yordam berayotgan barcha saxovatchilarga yana bir qatim chin ko'nglimdan rahmat aytgim kelyapti. Boshqalarning izzat hurmatiga hurmat qilgan asosda uni yordam qiladi. Bizni divona yetim o'g'loq mushtoqda. Hamma odamga o'zi uchun izzat obro'y. Izchil turda mening o'ylab ko'rayotgan bir masala bor. U bo'lsa-mu biz saxovat obyektlarini cho'qim yaxshi tanlashimiz, ham ularga cho'nqur hurmat qilishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Mening bilishimcha bir mazgil jamiyatimizning taraqqiyoti shiddat bilan taraqqiy etgan bir sharoitning o'zida bizniki jamiyatimizda bir qism shu saxovatga yordamga erishgan bolalarimizni yoki shu kishilarni kuchab tashviq qilgan holatlar mavjud bo'ldi. Meningcha biz yordamga erishuvchilarni emas, balki yordam qiluvchilarni tashviq qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bu demakchi bo'lganim biz cho'qim boshqalarning izzat hurmatiga hurmat qilgan asosda uni yordam qilishimiz kerak. To'g'ri. Ha, to'g'ri dedingiz. Men 5 yilning oldin boshlang'ich maktabdagi bir 5 balni biz ziyorat qilgandim. Ailesi qiyinchilik var balalarniki. Biz shu yordam qilib, balalarni ziyorat qilib, senga bugun balam yordam qilmas. Sinema gazetga, televizorlarda bir yordam qilib ko'rsatsak, xohlamsa desam, tirmag'an tatlab o'tirdi.
Rossiya qil, samimiylik bilan Rossiya qil desam, xohlamayman. Pulni bermasanglar mayli, yordam qilmasanglar mayli. Meni televizorlarga chiqamang deb. Endi bunday desa deb chaqchaqib baqdim. Desam, sizlar ketisizlar dedi yordam qilib. Ketisizlar. Biz balalar urushib qolsak, bizni divona yetim o'g'loq. O'shtaqdan qildi. Aytdi. Samimiylik dedi. Biz balalarning hatta ismini bilmaymiz. Ma'lum o'quvchi. Menimcha bu intayin yaxshi bir tanlash. Ilgari bizniki nurg'unlagan shu ishkirlik nurg'unlagan televiziya stansiyalarimizda Mushu xil shaklda balalarninki ahvolini ko'rsatib turib yordam qilgan ahvollar bo'lgan. Albatta har qanday masalani biz dastlabda uniki yana bir tarafini bayqay olmay qolamiz, ya. Hozirgi mushu sharoit nuqsin o'ylagan chog'da biz mushu jamiyatninki muhtojligida turayotgan bo'libmi farzandlarninki, chunki ularninki nurg'un farzandlarninki emgak iqtidori yo'q. Mushundaq sharoitda biz ularninki izzat hurmatni qo'g'digan asosda yordam qilishni biz menimcha buningdagi jamiyatni umumlashtirishimiz kerak deb qarayman. Ilgari men bir xalqaro bir shirkatninki bir axborot e'lon qilish yig'inida qatnashib qoldim. Bu yerda naq maydonda bular bizniki mush rayonimizdan 3 bolaga yordam qilganligini o'tirib qo'ydi. Shundan birga bu 3 bola naq maydonga keldi. Bu axborot e'lon qilish yig'inida bu 3 bolani zo'r darajada tashviq qildi. Men shu yerda shu xalqaro shirkatninki bosh vakilidan shu yerda bir savol so'radim. Sizlarniki mush 3 bola qildigan umrlik yordam qildigan pulinglar qanchalik deb so'radim. Uningga taxminan 150 mingga ketdi ekan. Lekin bugungi so'rin qayxashlagan pulinglar nechalik deb so'radim. Uningga 100 ming qo'ydek pul ketibdi. Demak, taxminan bir ishni qilgan ishi bilan uning kuchab qilayotgan tashviqotninki nisbati o'xshashib qolsa, balkim bu yerda menimcha bir mukammal, sog'lom bo'lgan, haqiqiy chin ko'ngildan yordam bo'lmasligi mumkin bu. To'g'ri. Shunga ayni chog'da men mushundaq bir savolni so'rab, shu mazkur shirkatniki bak qarshi ilişkiye erişip ketmedim, ha. Lekin ular meni unutmaslik mumkin. Demakchi bo'lganim nima desa, biz yordamga erishuvchilarga, muhtoj kishilarga ularning izzat hurmatini qo'g'digan asosda xolis yo'sinda yordam qilish ruhini kuchab tashviq qilishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Hamma odamning o'ziga tushlik izzat, obro'y, g'ururi bor. Bir odamning oldiga muhtoj bo'lib bormagan oson tushmaydi. Ular nurg'un o'ylanib men mushlarga mushni desam mush qiyinchiligim hal bo'ladigo degan umid bilan, ishonch bilan keldi. Ham shu qiyinchilikni hal qilib bilish bizning oldimizga. Yana birisiga bizdan ozroq bo'lsa-mu, ro'y huzurga erishish uchun kelgan. Endi biz ularga ozgina iqtisodiy jihatdan yordam qilish badaliga uni tashviqot vositalari orqali siz degandek, ularni kelgulam tashviq qilsak, ularning jamiyatdagi izzat obro'yi, ijtimoiy o'rni, joni-jon manfaatiga to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. O'sha biz yordam qilgan qizlar kelgusida tasholat o'qib, jamiyat chiqib ona bo'lishi mumkin. O'sha biz yordam qilgan bolalar kelgusida jamiyatga chiqib dodi bo'lishi mumkin. Ularning jamiyat o'zida chiqish ijtimoiy o'rni, savodoshlari, kishilik munosabat kimlarga bo'ladi? Biz ularga ozgina yordam qilib, tashviqot orqali ularning yuragiga bir qor qilib qo'yib qo'ysak, biz bu yordamni Hasanjon degandek, Appay degandek, bu yordamni qilgandan ko'ra qilmaganimiz yaxshi bo'lib qoladi. Biz ham bugun televizor ekranida Mehribon onalar bilan Saxovatchilar kollektivining ish faoliyatlarini tashviq qilib, sahnaga chiqib qolmadik. Bizning maqsadimiz nurg'un odamlarning, texnik ko'p odamlarning, talay puli va mablag'ini besib yotayotgan insonlarning mablag'ni to'g'ri yo'lga ishlatilishiga, Saxovat otalar jamiyatiga, Mehribon onalar jamiyatiga a'zo bo'lib kirib, o'zining saf qalbini jamiyat taraqqiyotida ma'lum ishlarga sarf qilishga turtki bo'larmikan degan maqsad qilib chiqdik. Dadam mana shunaqa bir tarbiya qilgan. Balam, bir inson uchun elib yotganda, aqli edirga joyida bir inson uchun elib yotganda pul tepishga 50% aql ketadi. Pulni xajlashga, o'rinliq ishga ishlatishga, joyida ishlatishga 100% aql bilan 50% jur'at ketadi degan do'stlar. Nemish bundaq deysa dada, deb men dadamdan so'rasam, shu pul sening. Ammo sen bilan qondoshlik munosabat yo'q. Hech qanday bir aloqasi yo'q. Odam hojatman bo'lib oldinga kelgan chaqda qilcha ishkilanmay, ishkilanning qarab qolmay, tantirmay turib, qulog'ini yonchiqqa tiqib, yonchiqning ichidan 1000 so'm pulni chiqarib, muhtojlik qolgan odamning qo'liga berish uchun senda jur'at kerak. Bu
puli az yoki puli ko'p bilan o'lchanmaydi. Puli nihoyat az. Ammo yanada puli bo'lmasa-mu, hey, mush qiyinchilikqa mushni pul bersam bo'ladi degan niyat bilan ichidan o'g'ilib ketadigan odam bilan necha million pulni besib qo'yib, mo'chan bagis qilmaydigan odam o'tirisiga farq bilan bu. U odamning qalbi bilan, ruhiy dunyosi bilan, shu odamning axloq fazilati bilan, madaniylik darajasi bilan o'ziga ham jamiyatga ham oilasiga mas'ul bo'lish e'tiqodi bilan o'lchanadi. Esingda chingto. Degan. Shunga men shu bizning saxovat ishlari bilan shug'ullanayotgan shu soni garchi oz bo'lsa-mu 150 ota, soni oz bo'lsa-mu 3000 mehribon ona. Ular eng oliy janob onalar, eng oliy janob otalar bo'lg'ashqa. Ular mening dadam menga tarbiya bergan shu ulug' ruh, shularning qalbida bo'lg'ashqa. Ularda jur'at bilan aql bo'lg'ashqa, ular o'zining ozg'ina mablig'ini o'zi bilan qondoshlik munosabati bo'lmagan muhtojlikda qolgan kishilarga ishilta oldi. Ular eng oliy janob insonlar. Demak, shaxsiyatsiz yo'sinda taqdim qilishniki qimmatini tahlil qildik. Albatta har qanday bir ishning boshlamchisi bo'ladi. Rayhon apay demak, mushundaq saxovat ishlariniki bizning jamiyatimizdagi boshlamchisi. Ya'ni 3000 onaning bayroqdori deyishga bo'ldi. To'g'ri. Shuning uchun bizda cho'qim mushundaq bir bayroqdor bo'lishi kerak. To'g'ri. Albatta biz bundaq bayroqdorlarimizni qo'llashimiz, ularni kuchab tashviq qilishimiz kerak. Shunda bo'lgan chaqda, masalan, bizning jamiyatimizda biz hozirgacha masalan, G'uljuda maktab qurgan Oyxon onani tilga olamiz doim, Albatta, shundan keyin yana ikkinchi Oyxon ona, uchinchi Oyxon ona chiqish kerak. To'g'ri. Biz uni cho'qim tashviq qilishimiz kerak. Shunga biz Rayhon opamizni, biz ikkinchi Oyxon onamiz desak bo'ldi. To'g'ri. Shunga demak bizning tashviqotimizniki ikki taraflama bor. U bo'lsa-mu xolis yordam berish. Ya'ni yaxshi maqsad uchun yana tashviqot olib berish. To'g'ri. Texmi bu ishni zo'raytirish uchun. Raqobat bo'ladigan ojizlar, muhtoj kishilar tuzilma mexanizmini mukammallashtirish to'g'ri. Saxovatchi otalar mehribon onalar fondi jamiyat qurishga tayyorlik qilyapmiz. Menimcha bo'lganda qiyinchiligi bor odamlar bo'lmasmikin degan mushtaq bir ko'z qarashda. Menimcha bu saxovat ishlarimizda yana bir intayin muhim qiziq nuqta bor. Yoki bizning saxovat ishlarimizning taraqqiy qilishiga erishib biz texmi cho'nqur o'ylashadigan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu zodi qanday kishilarga yordam berish. Menimcha jamiyatimizda yordam muhtoj kishilar intayin ko'p. Demak, buning ichidagi eng haqiqiy muhtoj kishilarni tepib, naq vaqtning o'zida yordam qilish. Menimcha bu texmi ahamiyatli bir izlanish bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bizning jamiyatimizda biz shu Urumshahar yoki boshqa shaharlarda nurg'unlagan o'qish yeshidagi bolalarning ko'chalarda gez setib yoki maylamchilik qilganligini ko'ramiz. Mening ideyamda, mening ko'z qarashimcha, ular birinchi qadamda yordamga muhtoj kishilar deb o'ylayman. Chunki ularningki Qur'onga yetmagan, emgak iqtidori yo'q. To'g'ri. Ularda hech qanday 100% savallik yo'q deb qarashim bo'ldi. Har qanday savallikni ularning ustiga otish bo'lmaydi. Ularga 100% jamiyat, otalar, onalar mas'ul bo'lish kerak. Mushuni aytgan chaqda bizning jamiyatimizda biz shu saxovatga obyektlarni tahlil qilgan chaqda mening ko'z qarashimda cho'qim biz shu sabiy bolalarga, Qur'onga yetmagan bolalarga biz birinchi qadamda yordam berish, obyekt qilishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. To'g'ri. Shu maylamchilik qilayotgan, gezitlayotgan bolalar bilan men jiq suhbatlashim. Shular bilan suhbatlash jarayonida shu bolalarning hammasini o'quvchisi bor ekan. Oilamizda qiyinchilik, uy ijarasi to'lamasak bo'lmaydi. Opam kasaljon, dadam u yerda qurilish ishlaydi. Shunga mishada maylamchilik pul tepib, oilaning iqtisodiy yukini yengiltiryapti deb. Qur'onga yetmagan shu balani nurg'unlagan orzu armonlari, tatliq kulkilari, baxtli o'tgan minutlari, kelgusidagi g'oyalar bo'ladi. Ammo kichik turib oilaning yukini zimmasiga yuklab qoldi. Kichik turib og'ir mas'uliyat shu balaning zimmasiga tushdi. Qiyinchilik tufayli. Siz deganda bu balaning u xil qiyinchilikni qilishi u balaning gunohi emas. U bala cho'qim o'qish kerak. U balani qutqazmasak, shu balaga yordam qilmasak bo'lmaydi. Shuning siz bugun ko'z qarash jihatdan biz yilning yarqi mehribonlar, saxovatchilar qilib kelayotgan nishonimizning yadroli qismini yana bir qatim yo'ritib berdingiz. 2004-yili shu Baganda Nijat degan bola meni izlab kelib, shu Saymachangdagi bir koy degan nima qilib yurgan bolalarni, uniki maylamchilik qilib yurgan bolalarning hammasini tizimlasa 360 bola chiqdi qarab. Shuning bilan mening yanimga kelib Rayhon apay shuni bir o'qisak,
Şu ballarını degen oy boludu dep manunga kirip aş 10 gün aşı balı bilen birge aş ballarını biz tizimlep çıkıp hazırkı ma Baxtiyar altın zagar nemesi var o. Şunundaki Osman Hacımның 5 egiz oyunu aldık biz. 5 egiz oyunu 5 senip kıldık. Yani ki 2 oyunu ışıkhanı kıldık. Şunun bilen u yaktan bu yaktan alıp tutayım tava hayran kalımen muş hizmet tapamacıgan daşıyorsun ballardan 10 netisi gelip eşede aş ballağı ders etti. Şunun bilen bu ballarını biz 3 yıl okuttuk karan eşede. 3 yıl okutup eşege resmi bayrak kadap mektep kılıp Süzük Su başlangıç mektebi dep isim koyduk. Şunun bilen bunu biz mağrıpka bir sözleşip şehirlikten Abdunam rayonunun körüp bulan tekşirip 360 balının ismini koygan ekan bular nayet yaxshi bizden hoş bulup 360 balını 74. başlangıç mektep koşup etdi. Şunun bilen 74. başlangıç mektep kirip alqı ballar okuyamaganlıqı bir koyda yurgan ballar şunun bilen 360 ballar okuş fürsetiga erişdi. Hem mening demekçi bolganim biz hareket kısa. Bizde muşundaq bir ruh bolsa Muşu ballarda hiç kandak günah yok. Hemimiz muş ballarını bir mağrıpka kırgız alsak, muşan okutasak degen muşta bir niyet bolsa, bizning muşu memleketimizin şundaq Abdunam rayonimizin muşu mağrıp işleriga qoşkan bir hissimiz boludu dep düşünüyorum men. To'g'ri. Bu jamiyatimizniki umumiy sog'lom taraqqiyotga hal qilg'uch nuqta deb qarayman. Chunki biz bir odamga yoki bir bolaga, bir bolamizga cho'qim talab qo'yamiz. Qanday talab qo'yamiz? Uningga sen cho'qim tirishib jamiyatning raqobatiga qatnashgan degan talabni qo'yamiz. Oldin jamiyatning raqobatiga qatnashgan degan bu talabni qo'yishdan avval biz uningga boshqalar bilan barobar tarbiya qabul qilgan shart-sharoitni oldin o'zimiz hozirlab berishimiz kerak. Agar bu shart-sharoitni hozirlayolmagan sharoitda biz uningga hech qanday talab qo'yish huquqimiz yo'q deb qarayman. Mening mishada shundaq gapni degim kelyapti. Nurg'un bolalarning o'quvchisi bor. Hamma maktabga og'iz tasib ketdi. Ashunda o'qiydigan o'qish arzusi bor, o'qish istagi bor bolalar bizni izlaydi. Herkes pul odamiz demaydi bizni. Muhtoj bo'lganda. Shundaq bolalarni biz qo'lidan yetilab, mayli mehribon onalar bo'lsin, mayli saxovatchi otlar bo'lsin. Ash o'zining tabiatidagi boshlang'ich maktablarga o'tirib, boshlang'ich maktablarga biz opag'anda shu maktabga mas'ul bo'lib xizmat qilayotgan maktab mudirlari millatning ishi, davlatning ishi, millatning ishi, mening ishim, mening ishim davlatning ishi degan bir büyüklük noktasından saxovatchilar mehribon onalar akat to'mabalni Alloh dedim. Aytib tizlik bilan bolalarni qabul qilib o'qish fursatiga ega qilsa deydigan umidim bor mening. Jamiyat taraqqiy qiladigan raqobat bo'ldi. Raqobat bo'ladigan ojizlar, muhtoj kishilar menga tuymaydi. Biz hozirgi bu yo'limiz bilan yoki mushu xil o'zimizniki sop qalbimiz bilan yordam qilish yo'li bilan biz bu masalani uzil-kesil hal qilib ketmasligimiz mumkin. Meningcha buningga yanla bizning jamiyatimizning umumyuzlik taraqqiyoti yoki hukumatimizning zo'r kuch bilan ko'ngil bo'lishi intayin zo'r deb qarayman. Ma'lumotlardan egallashimizcha masalan bir qism paravan taraqqiy topgan davlatlarda bu masalalar masalan jamiyatning ijtimoiy paravonligini aytib mukammallashgan. Masalan shu o'qish, davolanish, undan boshqa shu turalg'u ham shundan bilan birga shu ko'chadagi sargardonlar masalalarini aytib yaxshi hal qilingan bir qism paravon davlatlarda. Menimcha biz hukumatimiz garchi iqtisodiy taraqqiyot intayin tiz bo'lsa-mu, lekin ijtimoiy paravonlik sistemalarimiz hozir intayin undaq mukammal emas. To'g'ri. Bu shunday qaragan chog'da menimcha biz bundan keyin hukumatimiz bu jihatdagi chilimini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. U bo'lsa-mu jamiyatningki shu xil kishilarning boj nisbatini yuqori ko'tarish orqali jamiyatning ijtimoiy paravonligini kuchlarniki pul orqali ojizlarga yordam berish sistemasini mukammallashtirish kerak deb qarayman. To'g'ri, to'g'ri. Xuddi siz aytgandek, haqiqatan taraqqiga alla, haqiqatan paravonlik davlatiga aylanib ketdi. U yerda o'qish masalasi, davolanish masalasi, yashamaganda kutinish masalasi hammasi bo'lib ketdi. Fuqarolar asosan davlatda turmush jihatda davlatdan ham qilmaydi. Ularning maqsadi davlat menga nima qilib berdi emas, men davlatga nima qilib berdim degan ideya kuchli qo'yishga vatanparvarlik yangi bir yuqori. Bizning davlatimiz bu nurg'un mablag' ajrat deb ish qurilish masalasi, kiyinish, to'yinish masalasi, uy masalasi, kutinish masalasi va qazolarni hal qildi. Ammo bu hojatmanlarning ehtiyojini siz degandek to'liq chiqib ketolmaydi. Tuzilma mexanizmini mukammallashtirish to'g'ri keladi. Bizda ijtimoiy paravonlik ishlar jihati boshqa hojatlar taraf mayt yaqin. Biz hamda bu jamiyatimizda qurilgan shu puxraviy mulozimat xarakterlik o'rin bu hamda. Buni yana davlat o'tirg'i chiqish kerak. Partiya hukumat nurg'un mablag' ajratish kerak. Shunga davlatmi bu jihatdan kuch chiqarib, shu o'qishsiz qolgan bolalarning o'qish masalasini, qiyinchilik qolganlarning qiyinchilikni hal qilish masalasini
Do'tirganda davolanayotgan Qur'onga yetmaganlar, ne bolalar bor. Osh bolalarni qarab turib, bolalarning o'lib ketishiga biz qarab tursak bo'lmaydi. Davlat mushjatdan sistemalik bo'lgan tuzumlarni bekitib, mexanizmni kuchaytirib, o'sha qiyinchilik bor kishilarning qiyinchiligini hal qilish kerak deb qarayman. Meningcha bo'lsa, hamda partiya hukumatimiz mush davolash sug'urtasi kelganda mushunaq eg'ir börak kasal, oqqondan kasallar, mushunaq eg'ir kasallarni qo'sa haqsiz davolashni bir yo'l qo'yatsa, to'g'ri. Men shuni bir tashabbus qilaman hamda. Bizmi chamamızdan yetişçe musavat işimizni baymalı degandek davamlaştırsak, partiya hukumatni xuddi Jangshuji degandek, hammasi mehribonlikni, hammamiz bir xilmish xalqlarga yordam qilishni o'ylasak, menimcha bo'lganda qiyinchiligi bor odamlar bo'lmasmikin degan mushtaq bir ko'z qarashdaman. Ya'ni biz butkul kuchimiz bilan tirishib, umumiy jamiyatni, butkul jamiyatni har bir onani, mehribon onaga, har bir otini saxovatchi otiga aylantirsak, bu chog'da bizning jamiyatimizda hech qanday qiyinchilik qolmasdi. Shu. Biz hamda yaqinda mushu rahbarlarning tasdiqlashi bilan Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik saxovatchi otalar mehribon onalar fondi jamiyat qurishga tayyorlik qilyapmiz. Bu chog'da saxovatchilik ko'paydi. Nurg'un ishlar o'ngishli bo'ladi. Demak, saxovat ishlari yoki jamiyatga boshqalarga muhtoj kishilarga yordam qilish ishlari bu bir intayin ulug' ma'naviy faoliyat. Lekin buningga hamma kishiniki ko'z qarashi har xil bo'lishi mumkin. Lekin mayli qanday bo'lishini qatnashar, biz butkul insoniyatning madaniyat tarixiga qaraydigan bo'lsak, jamiyatga to'hfa qo'shish va shundaqla jamiyatga muhabbat beg'ishlash insoniyat jamiyatining eng yuksak ma'naviy holati bo'lishi mumkin. Ko'pchilik rahmat, kelar sonda ko'rishaylik.